Assalomu alaykum Andijon davlat pedagogika instituti va kanalimiz a'zolari. Biz turli xildagi challengelar, so'rovnomalar o'tkazyapmiz. Kafedralar o'rtasida juda ham bu narsa yaxshi ketyapti. Uni davomini qilish uchun qani ketdik. Hozirda siz qaysi kitobni o'qiyapsiz va aynan u kitobni qaysi jihati sizga yoqdi? Men hozirda Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar asarini o'qiyapman. Oldin kinolarda ko'rganman. Kinolarda ko'rgandan-da kitobda o'qigan boshqacha, kitobda chuqurroq yoritilgan. Zaynab va Kumushni rollari juda ham yorqin qilib kitobda yoritib berilgan. Men sizlarga bu kitobni o'qishni tavsiya qilaman. O'qib bo'lgan kitoblaringizni saqlaysizmi yoki sovg'a qilasizmi? Men saqlayman. Qaysi kitob sizni bu hafta o'ziga tortdi? Menga bu hafta o'ziga tortgan kitob Xatolaring bilan sevaman degan kitob. Siz qaysi kitobdagi qaysi qahramon roliga o'xshashni xohlaysiz? Men Saidahmadni Jimjitlik romanidagi Jayrona roliga o'xshashni xohlayman. Negaki aqlliligi, chaqqonligi, har taraflama o'ylab ish tutishligi juda ham yoqadi. Xo'p, birinchi o'qigan kitobim bu O'tkir Hoshimovning Daftar hoshiyasidagi bitiklar kitobi bo'lib, bunda juda ham o'zbek millatini aks ettirgan jumlalar yozilgan, hajviy jumlalar, o'qisangiz maza qiladigan jumlalar bor. Sizlarga ham tavsiya qilaman o'qishinglarni. Вопрос. Вы покупаете книги или берете из библиотеки? Ответ на вопрос. Я научно-популярную литературу беру из библиотеки, а искусственную литературу покупаю в интернет-магазинах. Qaysi kitobni sevib mutolaa qilgansiz? Xo'p, men Jules Verne'ning 15 yoshli kapitan degan romanini o'qib sevib mutolaa qilganman. Unda meni qiziqishimga sabab bo'lgan kema kapitani dengiz bezgagi sabab olamdan o'tgan bo'ladi. Endi 15 yosh bo'lishiga qaramasdan Dixon degan yoshgina matros ulkan mas'uliyatni o'z bo'yniga olib, mana shu ekipaj a'zolarini sog' salomat Amerika qirg'oqlarigacha yetib borishiga o'z mas'uliyatini bo'yniga olgan holatda yetib borishigacha sabab bo'lganligi uchun menga shu romanda qiziqish uyg'otgan. Siz uchun kitobdagi qahramonlar muhimmi yoki ssenariymi? Yo'q, syujetmi? Albatta bir-biridan bu narsani uzish noto'g'ri, chunki syujetni ancha qiziqarligi bu qahramonlarning xarakterlari, ulardan qarorlari bilan syujet aniqlanadi. Shuning uchun bir-biridan uzish noto'g'ri deb hisoblayman. Biror bir kitob hayotingizni o'zgartirganmi degan savol. Hamma kitoblar hayotni o'zgartiradi. Avvalambor hamma o'qigan kitoblarimiz o'zimizning hayot mazmunini hamda kelajak avlodga berayotgan tarbiyamizni oshirib boradi. Kitob o'qing, biz bilan qoling.